Men o'zimni eski uyimni buzib tashlab, o'rniga juda ham chiroyli uy qurdim va bugungi videoda ana shu uyni sizlarga obzor qilib beraman. Qani unda biza videoga ketdik. Hammamizga salom ochasizlar. O'sha Mubarakov va yangi videomga xush kelibsizlar obunachilar. Bugun sizlar bilan nima juda ham qiziqarli va antiqa video bo'ladi. Xullas buni mening 01 sentlik dollarlik uyimni xullas bugun sizlar bilan juda ham ajoyib va katta uyga aylantirishga harakat qilamiz. Undan avval obunachilar biza hamma narsani buzib tashlaymiz. Xo'p, biz buni buzamiz chunki biza mana qo'shnimning uyiga o'xshab juda ham ajoyib uy qurmoqchiman obunachilar men ham. Shuning uchun ham hozir birinchi buni uyni buzib chiqamiz bolalar. Xo'p, hammasini ham kopirovat qilib olganman. Shuning uchun ham bola kreativdaman. Shuning uchun ham bemalol bola o'zimga uverenniy bo'lib yuryapman. Xo'p, nima qilamiz? Oppa, ay, jidorsan, lava taqib ketdi. Oppa, xarosh, oppa, bola juda ham ajoyib. Oppa, arroz juda ham ajoyib. Mana shunday obunachilar, mana shunday. Oppa. Ana shunday hammasini tez buzib tashlaymiz obunachilar. Xarosh, mana shunday. Xo'p, biz endi bunga tepani ham buzib chiqamiz obunachilar. Xarosh, mana shunday. Hammasini chista qilib, bola chiroyli qilib buzib chiqamiz va bu uyni bola biz yangidan quramiz. Yangi dizayn bilan yangi comeback qilamiz desa ham bo'ladi obunachilar. Oppa, mana shunday. Mana shunday va bo'ldi obunachilar va pastga mana shunaqa blok bilan hozir nima desam bo'ladi, tekstir chiqamiz. Xarosh, oppa, mana shunaqa hammasini tekstir chiqamiz obunachilar. Tekstir qilib. Hop, xo'sh, oppa. Shunday bolalar va biza mana shu yarimgacha bolalar tekstir chiqamiz. Chunki biza uyimizda juda ham katta bo'lmaydi obunachilar. Kichkinagina o'zimga yetadigan uy qilamiz. Lekin qishloqning uyi esa obunachilar, lekin yomonab katta, nima desam bo'ladi, qishloqning uyi yomonab katta bo'lgan obunachilar. Lekin tasavvur qilinglar, o'zlariga ko'rinyapti yomoncha xarosh. Bola lekin yomon. Neyse bu qishloqning uyi juda ham yomon katta bo'lgan obunachilar. Uni ham kim qurib bergan bo'lsa ham bolalarga nima desam bo'ladi, joniga sabr deydimi. Xo'p, endi biz bundan qo'yib chiqamiz. Bola chiroyli qilib, bola agar ovozim o'zgarib bo'lsa ming bor uzr, chunki bola grip bo'lib olibman. Bola hech qisi yo'q. Bola hammasi zo'r bo'lib ketadi hali. Xo'p, endi bizga bunaqa blok kerak bo'ladi. Blok kerak bo'ladi obunachilar. Xo'p, biz bunday qilamiz. Bu yoqqa 4 ta. Xo'p, yo'q 4 ta bo'ldi o'zi. Yo'q, 5 ta ketdi. Xo'p, buni primerna mana shu yerdan qilamiz. Oppa. Xarosh obunachilar juda ham. Endi bunday. To'xtanglar. Oppa. Bitta kam bo'lib qopti obunachilar. Yo'q. Xo'p, hali hech qisi yo'q. Endi obunachilar, buni to'g'risidan boshlaymiz. Va bu yoqqa ham 4 ta blok va bolalar. Mana shu yerga ham ana shunday bo'ldi. Uyning dizayni shunaqa bo'ladi obunachilar va tepasiga ham bunday qo'yib chiqamiz. Xarosh. Va endi oppa xarosh va oppa bolalar. Ana shunday hammasini mana qo'yamiz. Ajoyib va o'rtasiga bolalar. O'rtasiga mana shunday oppa xarosh va bu yoqqa ham shunday oppa ajoyib. Ana shunday.
Oppa, oppa, oppa. 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 Ajoyib obunachilar, juda ham ajoyib chiqyapti. Hop, shunday. Hop, buni bunday qilamiz va buni shunday qilamiz. Bunday va buni bunday qilib chiqamiz obunachilar. Chistik qilib hammasini bo'ldi bolalar. Deyarli uyimiz bitay deb qoldi va endi hozir deyarli bitay deb qolmadi-yu. Lekin zato bityapti obunachilar. Zato uyimiz tayyor emas bolalar. Zato nima bo'ladi? Ozgina 20% bo'lsa ham zato asosiy joylari bitta boshladi obunachilar. Xarosh. Yana qilamiz bunday bola. Ajoyib. Endi bola biz tomni yopib chiqamiz tez. Agar bola birinchi qismga sig'masa, bu e'lon qurganlarim albatta bola ikkinchi qismni ham ko'ringlar. Ikkinchi qismdan bundan ham chiroyli nima desam bo'ladi. Uycha yasaymiz, ichiga mebellarni o'rnatib, chiroyli qilib bolalar chiqamiz. Hozir bugungi qismida iloji boricha tashqargi qismini chiroyli qilishga harakat qilaman obunachilar. Sababi bolalar nimaga desalar, chunki tashqargi qismdan hamma narsa chiroyli ko'rinishi kerak. Oppa. Bola juda ham ajoyib. Mana bunday buyuni bola pol yopib qo'yamiz. Bu yer yotoqxona bo'ladi. Oppa. Xo'p, mayli endi. Xo'sh, endi bolalar bu yoqqa bitta qo'yamiz. Bu yoqqa. Xarosh va endi bolalar bu tarafga nima qo'yamiz? Bu tarafga eshik bo'ladi. Oppa. Ajoyib bola. Eshik bizlar eshik bo'ldi. Oppa, shunday bunday. Oppa. Xo'sh bo'ldi. Bola juda ham ajoyib. Oppa. Mana shunday. Oppa. Ana shunday bola juda ham ajoyib ketyapti. Va endi mana shunday qilamiz. Mana shunday. Mana shunday juda ham ajoyib chiqyapti bola. Iltimos, agar videoni sho'rgacha ko'rgan bo'lsangiz, iltimos kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar degan umiddaman obunachilar. Chunki agar sizlar bu ishni qilsanglar, bola men juda ham xursand bo'laman. Shuning uchun bola albatta kanalga obuna bo'linglar va yana takror aytib o'tirmayman. Bola 5 sekund turish men uchun juda ham qiyin narsa emas. Oppa. Adash shunday va bu yerga bitta qo'yamiz. Va obunachilar biz oyna va eshiklarni hozir qo'yib chiqamiz. Qop-qora oyna qo'yamiz. Sababi qop-qora oyna baribir chiroyli ko'rinadi. Mana shu yerda eshiklar bor edi. Oppa, rosh, bu yoqqa. Ana shuni bola uzr. Xo'p, mana shunday ajoyib ko'rinyapti. Oppa, bu yoqqa ham qora oyna, bu yoqqa qo'yilmaydi. Bu yoq yotoqxona bo'ladi dedik. Va endi ichkariga kirib olamiz. Bola ichkariga kirsak anchagina qulay bo'ladi menimcha. Xo'p, bunday qilamiz. Jin ursin bola. Menda hech narsa qo'yilmagan ekan va bu yerga ham obunachilar menimcha qora oyna qo'ysa kerak. Xo'sh, buni o'rtasini bunaqa bo'ladigan bo'lsa ham chiroyli ko'rinadigan buni bo'lib tashlaymiz bola. Va mana shunday bu yoqqa ham mana shunday, bu yoqqa ham va obunachilar bu yoqqa bunaqa qilamiz. Oppa. Bu yerga eshik turadi obunachilar. Mana bola bu yerda alohida xona. Xo'sh bola, ajoyib chiqyapti uyimiz. Endi ikkinchi etajga keladigan bo'lsak, ikkinchi etajda bola menimcha hozircha qilish shart emas. Hozir biz nima desam bo'ladi, bunaqa narsalarni qo'yib chiqamiz. Oppa. Xo'sh, oppa. Bunday ajoyib va yo'mayo bu yerga shunday, bu yerga ham shunday. Xo'p, bu yerga ham oppa, xarosh, oppa va mana shunday bo'lar. Hammasi ajoyib va hammasi rejagiday ketmoqda. Oppa, ana shunday, mana shunday. Va endi obunachilar bu tepasiga ham
shunday qilib chiqamiz. Shunday qilsak, uy anchagina chiroyli va nima desam bo'ladi, balandroq ko'rinadi. Hozir pastmi desanglar ham bo'ladi. Hozir kalboshga o'xshab qolgan. Xo'p, hozir bunaqa narsalar qilib chiqsak va ancha yaxshi bo'ladi va chiroyli ko'rina boshlaydi. Oppa, mana shunday. Agar bolalar keyingi qismda bu qismda likelar ko'p bo'lsa, albatta keyingi qismda basseynlar va shunaqa narsalar quramiz. Uning uchun albatta sizlar kanalga obuna bo'lishlaringiz va ushbu videoni ko'proq like bosib, ko'proq do'stlaringizga tarqatishlaringiz kerak bo'ladi, obunachilar. Va bu yerga bunaqa blok qo'yib chiqamiz. Hammasiga obunachilar, xarosh. Xo'p, bola o'zlaridan nima gaplar, yaxshi ta'til o'tasizlarmi? Ta'tilda sizlar mazza qilib dam olyapsizlar, meni videomni tomosha qilyapsizlar, lekin bola men esa itday mana video o'tiribman, lekin siz esa bitta shu ikkitagina knopkani bosgingiz kelyapti. Yo-mayo, bolalar, bu qanaqa endi bir uyatli ish bo'ldi, jin ursin, qanaqa bir uyatli ish bolalar. Men yerda bitta bolalar itday video o'tiribdi, oqshom uxlamay bola montaj qilaman, preview yasayman. Shuning uchun bola iltimos kanalga obuna bo'linglar va ko'rib turgan videoga like bosishlarni unutmanglar degan umiddaman, obunachilar. Xo'sh. Va mana obunachilar, uyimizning hozirgi ko'rinishi tayyor. Va yana bu yerga birozgina bitta qo'shamiz, bitta qo'shsak chiroyliroq ko'rinadi. Bu yerga bunday va bu yerga shunday qilamiz. Bu yerga bunday. Mana obunachilar, hozirgi ko'rinishi tayyor bo'ldi. Oppa, ana shunday. Pastga esa prosta hozir loyiq bo'ladi. Xullas obunachilar, hammaga xayr, sizlar bu sheyni marka bo'ldi. Xo'p, uyimizning hozirgi maketchasi tayyor bo'ldi. Keyingi qismda ichiga mebellar qo'shamiz. Agar iloji bo'lsa, ikkinchi etajni ham qo'shib qo'yamiz. Hammaga xayr, sizlar bu sheyni marka bo'ldi. Albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar degan umiddaman. Hammaga xayr.